Salom و hurmat. Birinchidan butun o'lkadoshlarimga, butun siyosiy, madaniy va ijtimoiy shaxsiyatlarimizga, maxsusan yigitlarga, javonlarimizga bizlarni kelayotgan xalqimizni kelayotgan sarnavishtini bildirayotgan bir ketla deb aytish mumkin. O'z salomlarimni taqdim qilaman va sizlarni hamisha sog' va salomatlaringizni istab bir necha mavzu ustiga tenib o'tmoqchiman. Bizlarni Afg'onistonda yaşayotgan büyük bir kitle var. Yıllarca bu kitlenin yani Afganistan Türkler yani Türkmenler, Özbekler, Kırgızlar, Kazaklar yani Türk söylep bo'lgan Türklerini bularni huviyatlarini ma'lum bo'lishini saqlagan bir istibdodiy va bir zalim hokimiyatlar bo'lib o'tganki, hamisha bular bizlarni huviyatimizni saqlab va bizlarni Afg'oniston degan jo'grafiyada bizlarni ishtirokimizni siyosiy sohada, madaniy sohada va nizomiy sohada ma'lum qilish uchun ba'zi siyosatlarni ilgari olib borganlar. Bu vaziyat tabii ki amdi şekilde ve bilimli şekilde peş ketgan, her hukumat kelgan zamoni hiçbir zaman istemaganlar ki Afg'onistonda yashayotgan xalq va milliyat va maxsusan bumi xalqlarni huviyatlari Afg'onistonda mushaxxas bo'lsa. Shu sababdan bugun Afg'onistonda eng yashayotgan xalq Şamal Şarq va Şamal G'arb viloyatlarida Afg'oniston turklari, ya'ni o'zbeklar, turkmanlar, qirg'iz, qozoq, aymoq, qoraqalpoq va hatto qizilboshlar va bir qism hazoralar bo'lib o'tgan. Buni isbotlash uchun ham albatta o'sha zamonlar talashlar bo'lgan. Lekin chiqqan seslar yana ham xafa bo'lgan u iste'dodlar o'sha zamonlar majozot bo'lgan. Ya'ni bu to'g'rida huviyatni o'rtaga chiqarish uchun mujodala bo'lmagan emas. Vaqtdan vaqtdan iste'dod shaxsiyatlarimiz bu talashlarni yetganlar. Nazar va rivoyatlar o'sha zamoni ko'p uzoq ketmadiki, zamoni o'sha shohiy mutlaqa va shohiy mashruta zamonlarida, Irshoz zamonlarida bir te'dod ro'shan fikrlarimiz albatta istaganlarki o'z fikrlarini maqola orqali tarqatsalar, o'z so'zlarini o'sha yuqorida o'ltirgan maqomlarga eshittirsalar. Shu jamlar men Nuşte bir shoiri, albatta büyük bir shoirimiz Vasif Baxtari marhumni bir naqdini bir kitob o'qiganmanki, bu kitob Abdulkarim Nazihi Jilva kitobidagi bu nomi Jilvahoyi az she'ri Jilva degan bir kitobiga bir naqd yozgan. Bu naqdga vozi aytganki, Abdulkarim Nazihi Jilva nayinki bir shoir edi, balki bir siyosatmador, ko'p ziyrak va bir mutanaffiz va hamchunon bir ilmiy shaxsiyat bo'lganiga ta'kid qiladi va Abdulkarim Nazihi Jilva bir maqoli tanqidiy yozib taqriban 10 yil mamnun qalam bo'lgan zamonlar. Bular albatta hanuz ham tarixlarga darch va tarixlarda bunga shohidmiz. Bunday bir beadolatliklar bo'lib o'tgan bir jamiyada, bir kishvarda ses chiqarish ham ancha qiyin bo'lgan. Ondan keyin oyista-oyista seslar yuksalgan va Afg'onistonga bo'lgan hodisalar, tahavvullar
bir qator shaxsiyatlarimizni majbur qilganki o'z xalqlari uchun, albatta xalqlarning yashami uchun va xalqlarimizni kelayotgan oyandasi uchun yigitlarimizni talashlar qilsalar, bularni ham madaniy, ham ijtimoiy va hamchinon ilmiy sohalarda talashlar bo'lib kelgan vaqtdan vaqtdan, lekin ko'p mahdud shaklda va hamisha bular sarko'p bo'lgan va seslari eshitilmagan. Bu jamiada mujodala bo'lgan va bu rostada ko'p yigitlarimiz marmuz shaklda ham o'rtadan ketganlar va bir ta'dodlarimizni yo va shakli alaniy va g'ayri alaniy sarko'p qilganlar va seslarini o'chirganlar yo xafa qilganlar. Afg'onistondagi hodisadan keyin shohiy rejim yo o'sha xonadoni shohiy o'rtadan ketgandan keyin 1357-yildan keyin bir ta'dod o'zgarishlar Afg'onistonda kelgan va bu o'zgarishlar komilan mustaqil va nima bo'lmagan, ozod shaklda bir xud irodiyat bilan o'rtaga kelmagan. Albatta buni orqasiga ham bir ta'dod tashqari kuchlar bo'lib bir o'zgarish kelgan. O zaman balki shiorlar juda ham jiddiy shaklda ediki, qonuniyat, adolat deyilgan shiorlar bilan o'rtaga kelgan edilar va hatto tabaqiy korgar va maxsusan dehqonlarni ilgari safga chiqarib, undan keyin o'sha o'z hokimiyatlariga yana ham idoma bergan edilar. Chunki yana ham qudrat ayni taqriban o'sha bir qishga o'zini albatta Afg'onistonda aksariyat e'lon qiladi, shu qishni qo'liga edi va bular hizblarga albatta bo'lingan, taqsim bo'lgan va bular o'z yo'llariga hokimon asli va sohibon asli bu jo'g'rofiya deb har joyda albatta buni aytar edilar. U boshqa millatlarni, maxsusan Afg'oniston turklarini ko'p bir kichkina ko'rkazib, haqir shaklda bularni in'ikos berar edilar. Agarchi bir ta'dod shaxsiyatlarimiz bor edi bu jamga, با همه hurmat bularni fikr va andishalariga va ideologiyalariga, unga qaysi bir gapimiz yo'q, lekin muassariyatlari qancha edi va bular haqiqatan milliy shuur bilan o'rtaga kirganmidilar va bir milliy shuur hokimmidi bu shaxsiyatlarimizni yonida, yoki bir ideologik shuurga sohib bo'lib o'sha ideologiyalariga sodiq bo'lib kelgan shaxsiyatlarmidi? Buni ham albatta vaqtdan ko'rdikki, ba'zan bular ham yetib bilmas edi o'z seslarini ko'p raso shaklda o'rtaga tashlasalar, u xalqimizni haqqidan difo qilish uchun ses chiqarsalar. Bir masala degan Hizb Demokratik Xalq Afg'oniston chun demokratik nimasi pasvandi bor edi, lekin demokrasiy bir nizom yo'q edi. Chun demokrasiyalarda o'sha kasratgaroyi va pluralizm deydilar, albatta a'zobi siyosiy va siyosiy qurilishlarga arzish qoyil bo'lar edilar, lekin Hizb Demokratik Xalq Afg'oniston zamonida hech bir hizb siyosiga ijoza berilmagan faoliyatlariga va hatto bir ta'dod shaxsiyathoyiki با افکار و اندیشه‌های چپی و طرز دیگه یا o'sha maoisti andishalarga sohib bo'lgan shaxsiyatlarni albatta bular bo ta'sis va tavtiya o'rtadan ketkizgan edilar va o'sha jamdan bizlar ayta olamizki, Shu'la Jovid va hamchinon Sozo va Sabzo a'zolari ularni shu qahr va g'azabdan amon qolmaganlar va buni aytoladi va hamchinon bir ta'dod kasoniki andishahoy rosti va andishahoy islomiysi bor edi. Bular ham banom on albatta bu bahonai muxtalif sarko'p bo'ldilar va hatto fiziki holatda o'rtada ketdilar. Mani aytmoq bo'lishim va bizlarning joygo'miz Afg'oniston turklarining joygo'si qiyiq edi. Afg'oniston turklari o'sha zaman bir bunday bir uyg'onish o'rtaga kelmagan edi va bizlarni kadriy kamiyatimiz ham
اونچه کوب ایماسده که بالاخره به تحول دردن ولیکن بر اراده وارده bu اراده هم o'z huviyatlarini saqlash bir irodaga sohibidir bular va mana shu iroda bizlarni yetib bildiki haqiqat Afg'oniston sathida va dunyo sathida bizlarni mavjudiyatimizni o'sha yerga sobit qilsa va bu tahavvul ham 1371 yil albatta undan oldin bir nizomiy bir harakat فرقه 53 فرقه بون رأسیگه مارشال عبدالرشید دوستم که وش زمان بر سرباز تفاصات بلگنه دله و وشردن با مجادله باشد و بالاخره با مجادله های گرم هر جبله ده اورشب تا بالاخره بر انسجام Afg'oniston turklari o'rtasiga keltirganlari bu hammaga ma'lum. Albatta buni tarixlar ham, boshqa tarixnavislar ham bu mavridda ancha yozganlar va bir ta'dod asarlar ijod bo'lgan va bu uyg'onish hatto sabab bo'ldiki ba'zi shu rejim oxirin baqoyi rejim xalq parcham ki albatta doktor Najibullo edi bu sukut etgandan sonra bu tanzimهای jihodi yo harakatهای rosty o'rtaga kelgandan keyin bir e'tilof o'rtaga keldi va biloxira shu shakl Hizb Jumhuriy Milliy Islomiy Afg'oniston ham 1371 yili min haysi bir nihoyat siyosiy muqtadir va qaviy birinchi kongressini doir qildi. Afg'oniston turklarining siyosiy, ijtimoiy, farhangiy va hatto nizomiy vaziyatlarini o'zgarishi 1357-yilki bo'lgan hodisa o'rtadan ketib va o'sha zamon oxirin baqoyoyi Hizb Demokratik Xalq Afg'oniston ki albatta doktor Najibullo edi o'zgarish kelgandan sonra albatta undan oldin ham shu hukumat badanasida bir nizomiy bir firqa tahti nomi firqi 50 yo 53 firqa ki albatta bu tahti qo'mandiy o'sha zamon Janob Abdurashid Do'stum qo'mandasida edi va bizlar albatta aziz rahbarimiz unday bir jo'g'rofiya qolmadiki به خاطر حفظ حیثیت و پرستیژ مردم افغانستان مخصوصا افغانستان turklari u yerga borib albatta mujodala qilgan bo'lmasa albatta hamisha bizlarni barnomamizda bizlarni va Janob Abdurashid Do'stov ki hozir albatta rutbe marshaliga irtiqo topganlar marshal Abdurashid Do'stumni o'sha zamon ham hadaflari asosiy hadaflari bir ta'dod haq huquqi ki albatta ayoqdagi bo'lgan haq huquqlar uchun mujodala qilgan edilar. Bu bir narsa komilan voziy va 1371-yili vaqtiki Jumhuriy Milliy Islomiy Afg'oniston rasmiy shaklda bir siyosiy qurilishga tabdil bo'ldi va bu hizb yagona hizb edi ki voqean bir siymo yo bir chehra demokratik bilan o'rtaga keldi va bu avvalin kongressini ko'p demokratik shaklda barguzor qildi, ikkinchi kongressini, uchinchi kongressini va yagona hizb siyosiy Afg'onistonda 3 kongressni yetib bildiki demokratik shaklda va barguzor qilsa u tashkilotini ham demokratik shaklda va shakli intihobiy o'rtaga keltirsa bu albatta Hizb Jumhuriy Milliy Islomiy Afg'oniston to'g'risida buni aytishga ham zarur emas, chunki hamma narsa o'rtaga va bu hizb bir maromnoma, bir asosnoma ko'p demokratik va oliy albatta gasoib bir hizb siyosiy va har maqti tarixida o'z ta'sirotini qo'ygan. Albatta bu hizbni ta'sirotini tabiiyki bir ta'dod a'zoy vafodor va a'zoy hizbi ki komilan به شکل شعوری البته bu hizbga mansub bo'lgan yo bu hizbga o'z bo'lgan insonlar va lekin rasida buni o'sha shaxsiyatiki o'sha sarbozlikdan boshlab
و کوچه و کوچه مجادله قلب و بارها زخمی بولب کلگن بر شخصیت بار که و هم ماشاءالله درشید دوستم بکشنه تعهد وفادارلیگی و بکشنه ارادت متانت و درایت البته یه بلده و حزب سیاسی حاضر که حالت تسقلسه و همچنان سبب بلده که بو حزب یعنی حزب جمهوری ملی اسلامی افغانستان رابطه اصلا مردم بلن قطع قلمسه و هر توطیه هر دستی که علیه رهبر حزب و علیه حزب جمهوری ملی اسلامی افغانستان بولده bu حزب روز به روز o'zini taqviya qildi o'zini kuchlantirdi shu sababdan tarix bo'yicha bovrilardan keyin va temuriylardan keyin bu coğrafyada muqtadirtarin bir shaxsiyat siyosiy bo'lib mashallah Abdurashid do'stim zuhur qilganini iddao qilsak albatta buni ishtiboh qilmaymiz. Ba xotir azga hech kim buni iddao qilolmaydi ki boshqa bir kishi bu saviyada kelgan bo'lsa. Lekin bir narsani ham bizlar do'stlar haqqini berishimiz kerak. Marshal Abdurashid do'stimning yonida bir ta'dod qahramonlarimiz bor edi. O'sha avvalda batavr misol o'sha zamoniki Hizb Jumhuriy Milliy Islomiy Afg'onistonning o'zining mustaqil hokimiyati bor edi. Bir baxshi coğrafiya Afg'onistonda kontrol qiladi. O'zini taxt qo'mondasida nizomiy sarbozlar, qo'mondonlar, generallar va hamchunon donishgohlar, bilim yurtlari, makotib, albatta ham unos ham zukur maktablar faol edi, shaboxonalar faol edi, gullar va hatto man bir narsani sizlarga aytib bilamanki zamoniki junbish hokimiyat deydi va o'sha zamon bizlar mezboni bir ta'dod muhojirin tojikistoniy edik ki urushdan qochib kelgan edi va buni albatta bir ta'dod do'stlarimiz yaxshi biladilar va bizlar bularga yaxshi mezbonlik qildik va hamchunon o'z bir ta'dod xona jangi bo'lgan pilla Kobil hukumati bilan munosabatlar biroz tera bo'lgan zamoni Kobildan kelgan bir ta'dod muhojirlarni bizlar o'rga mezbonlik qildik va hatto bir ta'dod shaxsiyatlarni Afg'onistondan chiqishi ham albatta shu jo'g'rofiyadan bo'lgan-ku va bugun hammalari tashqariga avlodlari, farzandlari va buni o'zlari e'tirof qiladilar va ba'zan bir ta'dod guzarishlarda bu masala bahs bo'ladi. Mashallah Abdurashid do'stim bir shaxsiyat voqean farosamtiy, faroqavmiy va faromilliyatiy. Buni man o'zim buni aytsa bir shogird shu maktab iddao qila olamanki bu kishi hech bir zamon kichkina masoillarga fikr qilmagan, hamisha vasiy shaklda ko'p uzoqlarni o'ylab harakat qilgan va hozir ham shu raqam harakat qiladi va mashallah Abdurashid do'stim vijagilaridan xususiyatlarini birtasi ham albatta ko'p suhbat qilmaydi va yetgan suhbatlari ham ko'p daqiq va hamchunon va amal ko'proq bu kishini peshasi bo'lgan va hamisha amalgaro bo'lib kelgan bir shaxsiyat. Shuning uchun ham mag'lubiyati mardimning yonida va kishvarhay mantiqa va jahonda juda ko'paygan. Man albatta tamom siyosiy shaxsiyatlarimizga maxsusan boshqa millatlardan zuhur qilgan a'zobi siyosiy va shaxsiyatlar siyosiga hammasiga hurmatim bor jiddiy shaklda. Lekin bu raqam bir odam usulgaro با prinsip va با dirayat va albatta g'ayur, jasur. Haqiqatan ki bu aytolamiz ki bu masalani bizlar genetik ya xuniy masalaga irtibot bersak ki bizlarni qonimizda albatta jasorat bo'lib kelgan va bizlar ko'p davralarda ot chopib urushga ketgan bir otalarni farzandi bo'lganimiz uchun bu jasorat albatta vujudimizda, qonimizda bor. Va bir narsani degan ham shu yerga albatta ishora qilib o'tayki, bu burusga kelgan zamonimiz albatta bir rahbari bodiroyatni va uni albatta yonida qonlari bilan
bizlarni sarnavishti o'zini xalq o'z sarnavishtini raqam urgan qahramonlarni sababidan bo'lib kelgan. Bir nechtasini birga agar ot tutmoqchi bo'lsak, misli shahid Rasul Pahlavon shahid, Lol qo'mondon shahid, Pirimqul qo'mondon shahid, Samangoni va hamchunon shahid, Qilich Pahlavon, doktor G'iyosiddin va minglarcha va shahid G'affor Pahlavon va Sodiq qo'mondon, minglarcha bizlarning qahramonlarimiz bor ediki, ular bu yo'lga jonlarini o'rtaga qo'ydilar, to bu armonni saqlashga sabab bo'ldilar. Va bularni Xudovand yotgan joylarini jannat qilsin. Hech bir zamon bularni tarix faromush qilolmaydi. Avroq tarixga bularni ismi hamisha albatta yoziladi va har mahofil majolisda ham bularga bir nek nom bilan yodlanib, albatta durud aytadilar va bu ham albatta haqlari. Shu sababdan burasga kelgan zamonda o'yinlar, dassalar, tavtiyalar Afg'onistonda hech bir zaman xalos bo'lmadi va bu o'yinlar va dassalar, tavtiyalar bizlarni ba'zan vaqtdan vaqtga mushkulotga muvaja qildi va hatto o'z ichimizda bir ta'dod insonlarni sarbozgarlik qildilar yo moddiy masoilni muqobiliga tahrik qildilar yo bir ta'dod bahonaviga o'rtaga qo'yib yo ixtilofot fikrini o'rtaga tashladilar yo ixtilofot qavmiy va etnikini o'rtaga tashladilar. Vaqtdan vaqtdan bizlar ham albatta o'z ichimizga dargir bo'ldik. Bu dargirliklar guzariy shaklda edi, hammasi aqim bo'ldi, xunso bo'ldi, o'tib ketdi. Va hozirgi kelgan vaziyatimiz albatta bu 15 avgust 2021 yiliki ikkinchi bor albatta toliblar hokimiyatni qo'lga olgan. Vaziyat mardum Afg'oniston voqean buhroniy bo'lgan va ham az lihozi iqtisodiy, ham az lihozi amniyatiy va ham az lihozi ravobit baynalmilaliy bular komilan hozir Afg'oniston bir bunbasga muvaja bo'lgan. Mardum Afg'oniston ancha qiyinchiliklarga muvaja bo'lgan va o'sha halaqotiki albatta buruz badaniy shu guruhi terroristi va mutahajjiri ki hozir hokimiyatni Afg'onistonda qo'liga olib o'ltiribdi. Bir ta'dod maxsus insonlar albatta buruz sarmoya Afg'onistonni, sarmoya milliy Afg'onistonni taroj qilmoqchi qilib yotibdilar. Muadillar istixroj bo'lib yotibdi. Albatta bir ta'dod kishvarهای منطقه و کشورهای جهان bilan در حال معامله bulardan albatta pul olib hatto chiqqan seslarni sarko'p qilib eng yomon holat buruz dunyoni mutavajjih qilgan holat albatta Afg'onistonda 100% albatta tabaqi unos bo'lgani uchun bugun bularning hammasi bir hasrxonaga yo hapsxonaga mahkum bo'lgan. Buruz albatta hokimiyatiki fe'lan ba nomi Imorat Islomiy Tolibon o'rtaga kelgan. Hatto bular o'z onasini, o'z hamshirasini, o'z singlisini, o'z ayolini, xotinini buruz mahkum qilgan, bandi qilgan va hasrxonaga mahkum qilgan va bular o'sha shakliki hech bir kishvari islomiy buruz albatta bularni berayotgan, hukm qilayotgan qonunlarni ta'yid qilmaydi. Kishvarhay islomiy ta'yid qilmaydi. Kishvarhay g'ayri islomiy albatta o'rga bular muttaki va bir sistema demokratik bilan albatta idora bo'ladi. Bular aslan masoilni qabul qilmaydi. Masalai huquqi bashar, masalai huquqi zan, masalai huquqi ozodiy bayon va bular hammasi Afg'onistonda hozir dafni tarix bo'lgan. Hech bir narsa qolmagan. Faqat va hatto siz yetib bilmaysizki bir odamiki mana Hays Amirul Mo'minin o'zini e'lon qilgan, buni bir joyda intiqod qilsangiz yo bir ta'dod kasoniki buruz qudratda va bularni intiqod qilsangiz va bir raqam bir holati ko'p yomon bir vaziyatiki bugun Afg'oniston vaziyati hech bir jahonda bir o'lkada yo hatto kishvarhay 3-dunyo o'lkalarida ham bunday bir vaziyat hozir ko'rish mumkin emas.
و کشورهای حتی عقب مانده افریقایی مثل سودان و باشقا ارتداد کشورهای افریقایی که البته برست از لحاظ فقر و از لحاظ سیستم های اداری عقب مانده، ولی که افغانستان نه بلن مقایسه قلش ممکنی است، چون وضعیت مردم افغانستان کاملا یمان بولگن و کلامز بروز که وضعیت که دوستلر بروز که وضعیت نه قسمی که کرامز بروز مسئله ایران البته که هاد بولگن و البته وشه بزر گذشته ده هم خاور میانه ولکلرن مثل عراق و لیبیا و سوریه و ارتداد کشورهای دیگه انا بزر شاهد بولگم بزر که اول بلر بر مرحله دیپلماسی وتکز گله اونم که سر حملات نظامی بولگن و رژیملر سقوطید کردن. بجای از که رژیملر سقوطید هم البته مردم نو وضعیت بهتر بولگن بسته بهتر بول مگن چون اورش و ایرانی یعنی همانه نما قلگن وز بولگدن مهاجر قلگن و باشقا جایلرگه بارب جا به جای بولگن خارلک زلیلک چکل بو مسئله حاضر بگن اوشه وضعیت البته ایران مسئله است که پاد بولگن و ایران مسئله است ده هم بروز بر تحرکات بار بر تحرکات البته امکانات بار که بر حرکت نظامی باشلنسه دیلب البته برتداد تحلیل گرنر شو فکر گه و به خاطر از اینکه شرط شرایطی که و مذاکرات سیاسی در ورتگه خویل گرن بو البته قابل قبول ایماس جمهوری اسلامی ایران یا حاکمیت کنونی ایران طرفتن شو سبب دن ikinci گزینه میشه حرکت نظامی. البته قراره که حرکت نظامی هم بگن انچه اسکر و تجهیزات نظامی کوب مدرن و تیاره های جنگی کوب مدرن راکتلر البته ورگه جا به جا بولگن و ایالات متحده امریکا و اسرائیل بولرگه منگه کوب علاقمند که باید ایران مثل عراق و مثل سوریه بر خرابه بر مخروبه مبدل بولسه بولر باید به هر شکل بولسه و زیر براسن او رو البته برباد قلسه اونdan sonra o سرنوشت نما بولاده başkalarını ki نما بولگه مثلا میشه سرنوشت که geçiş imkanatı var. ولیکن بولرنه هم بعضا شو رژیم کنونی که حاضر حاکمیت تقریبا 40 یل کبرا حاکمیت قلیگاریان 47 بله قنچه بله و مردم ایران آزادلیگی تا کاملا سر بولگن و ورگه هم بر ایدئولوژیست بر حکومت ورتگه کلگن و با ایدئولوژیست حکومت تقریبا همانه شوی مغز قلب بر مفکوره افراطیه سوق کلگن و با هم امکانات بار که مردم ایران بر تعدادمون قبول کنمسه و البته ایران مسئله چه سبب باعث بله البته بولر حاضر ورگه نقص حقوق بشر و بر تعداد میارهای بین المللی نقص کلگن نروچن بشون دیبر عمل امکانات بار که ورتگه کلسه و اگر بر ازگرش ایران کلگن زمان یا نظامی یا سیاسی یا دیپلماسی تاریخ دن و بو البته افغانستان مثلا سنه تاثیر آنده افغانستان ده هم بر ازگرش کلیشنه امکانات بار چون افغانستان ده که بولگر حاکمیت هم بگن تمام همسایه‌لر بلن بروز مشکلات بار و کشورهای جهان و مقتدر بلن البته قینچلیکلر بار و بگن پاکستان بلن مشکلات لر بار بگن ایران بلن مشکلات لر بار بگن ارتا آسیا ولکس ده که ولکلر بلن مشکلات لر بار چون نظر به گزارش های برتداد رسانه های معتبر افغانستان ده حاضر یگرمدن عاشقن تروریستی گرولر البته هر جایده ورگه مستقر بولگله ورگه فعالیت و ترینینگ نظامی آردله تا حملات انتحاری و حملات تروریستی انجام برسله. شو فکتلرنه در نظر آلگن زمانه دنیا ناگزیر البته به خاطر حفظ امنیت مردمه و کشورهای منطقه و جهان بر حرکت قلب شو گروه های تروریستی موجودی که افغانستان نباد
bular ne ki mardum Afg'onistonga tahdid, balki kishvarهای mantiqa va jahonga ham ko'p buyuk katta bir tahdid. و البته buradagi guruhlarni hedefi hiçbir zaman müşaxxas bo'lmagan. Bu bir ta'dodlarini bizlar albatta shohidmizki, bularning faoliyati eskidan Pokistonga bo'lgan va bular albatta poygalari o'sha nizomiy poygalari o'sha manotiqi Qavoyil Ozod yo Vaziriston mantaqalariga Tremangan shu taraflarga bo'lgan, lekin bularning hedefi hech bir zaman müşaxxas bo'lmagan. Hatto o'sha zamon ham o'zlari o'sha Pokistonga mustaqil bo'lgan zamonlari Pokistonni hukumatini ustiga hamla qilgan, bular Pokistonni polisini o'ldirgan, Pokistonni urdusini o'ldirgan, Pokistonni mardimini ustiga hamla qilganlar uchun bular bir guruhi biduni barnoma va bir guruhi ki albatta yo o'z o'lkasida murtakibi bir ta'dod jurm va jinoyat bo'lgan va qochib albatta salo olganlar, yo bir ta'dodlar mahkum va jazo bo'lgan va o'rdan qochgan shunday bir insonlar bor. Shuuriy shaklda ham bo'lgan imkoniyati bor, bir ta'dod javonlar shu mag'zi bo'lgan bo'lsa va shuuriy shaklda ham imkoniyati bor bir ta'dod insonlar. Shu sababdan shu faktlarni hammasini bir joyga jamlaganimizda va agar Eron masalasi hal bo'lgan zamoni Afg'onistonga ham bir o'zgarish kelishi, bir tag'yirot kelishini imkoniyati bor va chun bugun dunyo va hatto mardum Afg'oniston bu hozirgi vaziyatdan komilan noroz va buni qabul qilmaydilar va o'sha sababdan hech bir zamon bu zulm va istibdod bilan bir joyda hukumat bo'lmagan va agar hukumat bo'lsa ham yillardan sonra albatta bu hukumat yiqilgan, hukumatlar yiqilgan va bunga bizlar shohid bo'lganmizlar. Shu sababdan albatta mardum Afg'oniston muntazirki bir o'zgarish kelsa, haddaqal bir qism ozodlik Afg'onistonga kelsa, Afg'oniston mardumi yetib bilsa, dunyo bilan robitasini do'bora ta'min qilsa va ham iqtisodiy sohada, ham ijtimoiy sohada, ham madaniy va farhangiy sohada robitalarni ta'min qilsalar, bunga muntazirlar. Haqiqatan shu oxirgi hodisalar, oxirgi havodislar Afg'oniston mardumini va maxsusan necha naslni albatta uyg'onishiga sabab bo'ldi. Har millatdan bo'lsa bo'lsin, bular albatta ko'prog'i tashqariga dars va ta'lim oldilar, ko'proqlari Afg'onistonning ichiga dars va ta'lim oldilar. Bir uyg'onish mardumning ichiga bor, xalqning ichiga bor. Maxsusan opa singillarimiz, onalarimizni bu vaziyatini hech kim tahammül qila olmaydi. Chun dunyo va hatto men tunaun bir video ko'rdimki, qaysi bir forum yo bir shunday bir namoyishgoh bor ekan. Bu namoyishgohga bir mujassamani, albatta Afg'onistonni bir ayolini mujassamasini qo'liga zanjir, gardaniga zanjir urilgan mujassamani yozib, ustiga ham Afg'onistondagi xotinlarning vaziyati deb yozilib qo'yilgan. Demakki bu dunyo mardumini zihniyatida ham Afg'onistonda bir tasvir o'rtaga kelganki, to bu albatta sabab bo'ladiki, o'sha kishvarlarni siyosiy iqtidorlari به خاطر رهایی مردم افغانستان البته با ظلم و ستمدن حرکت qilsalar, shu sababdan umidvorliklar albatta o'rtaga kelgan va imkoniyati borki bir tahavvul oniy shaklda bir tahavvul o'rtaga kelishini ham imkoniyati bor. Chun bir ta'dod siyosiy shaxsiyatlarimiz ham va bunga ishora qiladilarki, toliblar go'yo bu zulm va sitam va bu inhisorgari va iqtidorgaroylarga idoma bersa, imkoniyati borki mardum qad alam qilsa u bir ixtishosh umumiy o'rtaga kelsa deyilgan gaplar bor. Afg'oniston turklari har vaqtgi tarixida bir ta'dod jafo bilan, bir ta'dod sitamgarliklar bilan mujodala qilib va hanuz ham bu dasisalar, bu tavtiyalarni davomi bor. Inshaalloh bularni muqobiga jami shaklda harakat qilib, javonimiz, yoshimiz, qarimiz, ayolimiz, erkagimiz bir joy mujodala qilsak, inshaalloh xalqimizni haqqini olishlikka muvaffaq bo'lamiz deb sizlarni Xudoga topshiraman.